Bilarmidingiz, LSK texnologiyasi yordamida zamonaviy binolar qanaqa qurilishini men sizlarga hozir hammasini batafsil tushuntirib beraman. Biz hozir tog'dagi obyektimimizdamiz. Bu bizda tog' uyi yoki o'zimizning tilda dacha binosi. Hozirgi kunda biz LSK karkasiga ikkita imoratimiz. Bitta, endi men sizlarga buni noldan boshlab tomini uchigacha tushuntirib o'taman. Ko'rayotganinglardek, karkas hammasi bitgan. Bu nimadan boshlangan? Hamma binoni birinchi o'rinda nimadan tepasi qurilishidan qat'iy nazar uni poydevori bo'ladi. Ya'ni fundament o'zimizning tilda. Fundament esa nimadan iborat? Bizning holatda bu stяжка sifatida quyilgan monolitniy plita yer qiyshuvligi hisobiga bu yerda juda ham har xil urinli o'ynayapti. Shuning uchun bizda lenchli fundament quyilgan, ichiga обратный засыпка, ya'ni turpoq bilan yana utrambof qilib to'ldirilgan, usti qismiga esa yana 10 santimetrlik plita ko'rinishida stяжка umumiy quyilgan. Bu birinchi o'rinda bizga tekis asos beryapti. Bu ya'ni bizning уже birinchi qavatimizdan asosi bo'lib qolyapti. Uni ustiga esa biz уже karkas qotirib o'tamiz. Karkas qanaqa usulda qotiriladi? Ko'pchiligi qiziq. Bizman fundament quyib beradigan bo'lsam, выпуск chiqarib ketishim kerakmi deyshadi. Yo'q, выпуск hech narsa chiqarishinglar kerak emas. Buni yechimi juda ham oson. Aytganimdek, bu bizga asos bo'lib qolyapti. Uning uchun bu tekis quyilgan bo'lishi kerak fundamentimiz. Biz karkasni tayyor ko'rinishda olib keldik, yig'ib oldik, ankerlar yordamida fundamentga qotirib olamiz. Shunda bizning karkasimiz уже mahkam ko'rinishda qotadi. Ankerlar esa loyihadan kelib chiqqan holatda 30 sm, 60 sm yoki 1 metr oralig'larida qotirilib chiqariladi. O'shaning uchun karkasimiz baquvvat bo'ladi. Buni ham bemalol xavotir olmasanglar bo'ladi. Bilasizmi? LSK karkas, umuman LSK texnologiyasi nimaga keskin rivojlanib ketyapti butun dunyo bo'yicha? Chunki uni hamma yaxshi ko'rib qolgan bitta zo'r tarafi bor. Tez quriladi-da, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin undan ham ko'ra zo'r tarafi bu aniqlik. 1 millimetrgacha pogreshность bor. Nimaga desanglar, bu hamma profilni ko'rib turganingizdek avtomatizirованный liniyalarda chiqadi. Bu degani, mana shu qism, mana shu profil bu boshdan bu boshigacha odam qo'li tegmaydi. Bu yoqda hamma narsani avtomatizirованный liniyalar qiladi. Markirovkasi bor, o'zini chap o'ng tarafi, zaklopchini krepleniyaga отверстиялari и plus aytganimdek, mana shu hammasi zaklovkada qotiriladi. Bu degani обратно откручивание yo'q. Bo'shab qolmaydi vaqt o'tgan sari. Mahkam bo'lib turadi. 5 yildan keyin ham, 10 yildan keyin ham, 50 yildan keyin ham. Unisiga bexijolat bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, buni keyingi qismi nimada? Profilni aytganimdek hammasi tayyor bo'lib chiqadi. Buni zo'r tarafi loyihada bular hammasini boshqarsa bo'ladi. Ikkinchi zo'r tarafi montaj paytida buni joy-joyi bilan alishtirib bo'lmaydi. Chunki har bir detal unikalniy bo'ladi. Shuning hisobiga aniqlik birinchi o'rinda bo'lib qoladi. Точно yig'iladi. Oyoq osmondan bo'lib yig'ib qo'yish ilojisi yo'q. Birinchi etaj devor panellari qotirilib bo'lgandan keyin esa polga navbat keladi. Loyihachilar tilida межэтажное прикрытие deyshadi. Xo'sh, bu yoqda исполнениemiz nimadan iborat bo'lgan? Balandligi 30 santimetrlik pol fermalari qo'yilgan, balkalari. Bularning har oralig'i 30 santimetrda va buni ustidan kelajakda suxoy stяжка bilan beton quyiladi. Shuni hisobiga u yanada baquvvat bo'ladi. Gupirlash, ovoz hech narsa eshitilmaydi. Ichki tarafidan bo'lsa pastdan bazaltivoy утеплительlarda akustik imенно markalari bilan ichkari to'lg'iziladi. Shuni hisobiga umuman qoptodek bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda bizda bitta yotoqxona bor, bu yoqda esa balkoni bor. Eng qiziq joyi buni tepa qismida. Tepa qismida bizda tom devor bo'lib aylanib o'tib ketgan. Dacha bo'lgandan keyin noodatiy bo'lsa undan ham zo'r. Bu loyihani zo'r taraflari noodatiy figura va bunaqa imoratda ikkinchisini uchratmaysiz O'zbekistonda. Sizlarga kontent olgungacha bizda yana yomg'ir yog'yapti. Biz mana shu obyektimizda уже 6-kun bo'lsa, ishimizni tugatganimizga har kuni deyarli yomg'ir tinmasdan yog'yapti, lekin bundan bitta zo'r joyi bor. Nima desanglar, LSK aytgandek suvdan qo'rqmaydi, chunki u ruhlangan. Bu yoqda ishlatgan profilimizda esa ustida yana polimerniy покрытияsi bor. Bu degani suvdan 2x himoyalangan. Bunaqa yomg'irlarda chirmaydi, zanglamaydi, suvdan umuman qo'rqmaydi. Bu yana bitta plus tarafi va dalil isboti bilan. LSK karkasda zo'r tarafi bundan faqat devor, pol, tom emas, balki zinani ham LSK karkasdan qisib bo'ladi. Bunga isbot mana shu obyektimimizdagi
integrированный zina. Zo'r tarafi hammasi bir-biriga Legodagi aniq razmerlar bilan to'g'ri keladi. Bu yerda qora metall, beton yoki boshqa narsalar ishlatishga umuman ehtiyoj yo'q. Aynan zo'r tarafi aniq razmerli, mustahkam va tez. Shu bilan birga bizning LSK karkasimiz bitdi. Endi esa ikkinchi etapga. Bu nima desanglar, buni endi tashqi tarafini biz usti qoplar bilan yopamiz. Bu obyektda hozir bizda OSB plita tanlangan. Fasad qismi OSB plita bilan qoplanadi. Karkasi OSB bilan o'rtasida para gidroizolyatsiya qoplamasi. Karkas o'rtasiga 10 santimetrli akustiskiy bazaltovoy утеплитель ishlatamiz. Nimaga desanglar, bizda ham shovqinni oldini olish kerak, ham issiq suvni ham ushlab turish kerak. Shunisiga bizga bazaltovoy утеплитель zo'r javob beradi. Ichki tarafidan bizda para izolyatsiya bo'ladi va bir sloy gipsokarton bo'ladi. Dekorativniy qismiga esa biz hozircha bambuk panel ishlatishni rejalashtirib turibmiz. Buni yana keyingi videolarda bitganidan keyin yana bitta ko'rsatib beramiz. Kommunikatsiyalar uchun ham chiroyli yechim bor. LSK karkasi bu qanaqa desanglar, ahamiyat bersanglar, karkasimizni har xil joylarida kerakli loyihadan kelib chiqqan holatda injenerniy versiyalar bor. Bu yerdan bizda qo'shimcha turba yoki elektrichество bu sim kabellari gofrlarda o'tishi mumkin. Biz hozir aynan sanudildamiz. Sanudil ko'rayotgan bo'lsangiz, beton ustidan fundamentdan bizda kanalizatsion turba, rakvina uchun kanalizatsion turba va anaqa sovuq suv kirib kelgan. Eng qizig'i zinamizni tagida esa bizning kotelniyimiz. O'tdan bizda kotel turadi, elektrichеский issiq suv bu yoqqa sразу o'tib keladi. Bu yoq tarafda esa bizda kuxnya bo'ladi. Suv shunday yetib keladi. Juda ham ortiqcha montajlasiz, ortiqcha qiyinchiliklarsiz chiroyli yechim bo'lib chiqadi. Binoni juda ham ko'rkam qilib, chiroyini ochib turadigan qismi esa bu tom bo'ladi. Albatta, bizning binoyimiz noodatiy shakldagi tom formasi qo'llanilgan. Endi bu tom faqatgina karkasi. Endi uni usti qoplamalari pirogi qanaqa bo'ladi desanglar, sizga tushuntirib o'taman. Usti qoplamasi hozir bizda profnastil, именно antratsit rangida bo'lyapti. Ichki qavatlarida bizda para gidroizolyatsiya bo'lyapti. O'rtasida воздушный прослойка bo'lyapti va undan keyin esa ichida bazaltovoy утеплитель bo'lyapti. Shuni hisobiga bizda qishin, yozin ichkarida komfortniy temperaturani saqlab beradi konstruksiya va pirogimiz ishlaydi shunda. LSK texnologiyasi haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling va bizani kuzatib boring.